Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Ziyoda turmush o'rtog'i bilan ajrashganini yillar davomida yashirgan. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, video davomli bo'lishi uchun like bosib qo'ying. Xonanda Ziyoda o'z Instagram sahifasida shunday deydi: Aslida eng qiyin kasb bu san'atkorlarniki. Hammani tongi ertalabdan boshlanib kechga tugasa, bizning kunimiz aksincha kechga borib boshlanadi. Har xil tadbirlar, to'y xizmatlari, tabiiyki kechqurun uyimizga kech kelishimizga to'g'ri keladi. Boshida turmush o'rtog'im hammasini tushungandilar. Ammo bu kech kelishlar kunlik tartibimga aylangan. San'atkorga nafaqat turmush o'rtoq ayol bo'lish ham qiyin. Ayol xonanda bo'lsa, ommani ko'z oldida bo'ladi. Tabiiyki uni turmush o'rtog'i ham ko'plab odamlarga qiziq tuyuladi. Hozirda shunday yomon tarbiya shakllanyapti. Bu ikkinchi ayollikka intilgan ayollar. Ularga bu hayot juda oson ko'rinadi. Ochiqchasiga aytganda tayyoriga ayyorlar. Erkaklar qalbidan bunday niyat bo'lmasa-da, har xil ayollar bor ekan, ularning yo'lini to'sishga harakat qilishadi. Bu ko'plab xonandalarning erlarida bo'layotganini eshitgandim, ammo bu holat men bilan ham yuz berishini yetti uxlab tushimda ham ko'rmagandim. Ammo qo'rqqaning oldinga keladi degani rost ekan. Meni turmush o'rtog'imni ham yo'ldan uradiganlar ko'payib ketdi. Oldin erkaklar ayollarni yo'ldan ursa, hozir ayollar tap tortmay birovning boy eriga ko'z olaytiryapti. Yana bir bor aytaman, boy eriga. Ularga tashqi ko'rinishi ham, yoshi ham qiziq emas. Ko'rsangiz 18-19 yoshdagi go'zal qizlar kimlar kelin qilishni xohlamaydi deysiz. Ammo ularning niyatlari, fitratlari buzilgan. Oilamiz hozirda shunday sinovlar bilan sinalyapti. Yaqindagina Malika Ravshanovaning istoriyasini ko'rib hayron bo'lib o'tirganimda, bu holatlar mening turmush o'rtog'im bilan ham sodir bo'layotgani ancha turmushimizni buzib qo'yishiga sabab bo'lyapti. Men aziz ota-onalarga aytardimki, qiz bola tarbiyasida adashmang. Barcha qizlarimizga aytamanki, o'zingizni shaxsiy hayotingiz bo'lishini, o'zingizni ko'chada bu meni erim deb ayta olishingizni, uyingizdan oq libos kiyib, ota-onangizni yuzini yorug' qilib chiqishingizni tilab qolaman. Hammaga birdek insof bersin, deydi xonanda Ziyoda. Aziz muxlis, fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.